Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasining tantanali ochilish marosimiga xush kelibsizlar. Bugun Farg'onada bitiruvchi talaba yoshlar uchun Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Jarayon bilan sizlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Bugun Farg'ona shahrida Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Men o'z mutaxassisligim bo'yicha korxonalar bilan gaplashdim va ish bilan ta'minlandim. Loyiha davomida virtual laboratoriyalar yordamida biz bu laboratoriyada bajarishimiz mumkin. Rahbar va yoshlar uchrashuvi tadbiriga barchangiz xush kelibsizlar. Bugungi kunda har qanday jamiyatda, har qanday mamlakatda tayanchi yoshlar hisoblanadi. Ana Basic'da ta'kidlanmadi, kelajakka qadam dasturi aynan oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarni ishga joylashishga ko'maklash. Sizlardan umid kattadir. Sizlar aytganlaridek oltin rezerv bu xalqimiz yoshlarimiz tadbirkorlikni rivojlantirish orqali bitiruvchilarni loyihalar startap loyihalar qo'llab-quvvatlab ish beruvchiga aylanadi. Bu tadbirkorlikni qilib, yoniga ikkita bo'lsa ham yordamchi olib, tadbirkorligini kengaytiradi.